Mana bu Anqara shahrini eng eski joylaridan biri. Qadimiy antik shahar joylashgan qismni yonida. Mana bu eski uylar zamonaviy shaklda qilingan. Hozirgi kunda qadimiy Anqarani belgisi, nishonasi desak ham bo'ladi. Xullas, avtovokzal. Uni yonida mana qadimiy shahar qoldiqlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yer Rim imperiyasining vaqtida antik kent bo'lgan, antik shahar bo'lgan. Xullas, mana shu joy eng eski joy. Yuqoridagi ko'rib turgan joyingiz shahar qal'asi bo'lgan. Anqara qal'asi mana shu yerdan boshlab kiradi, yuqoriga chiqadi, keyin ichkari shaharcha, garnizon nimalar joylashgan. Mana shu joy. Rim imperiyasining mashhur bir maqoli bor. Xalqni boshqarmoqchi bo'lsang, davlatni boshqarmoqchi bo'lsang, xalqqa non ber, xalqqa tomosha ber deydi. Bu butun qoida Rim imperiyasi bo'ylab joriy qilingan. Mana bu ko'rib turgan joyingiz to'g'ridagi teatr. Rim imperiyasining vaqtidagi teatr. Bu mana shu Anqarada ham bo'lgan. Boshqa Antaliyada, Izmirda, aytaylik Yunonistonda, yana Iordaniya, Suriya, Italiyada ko'plab teatrlarni ko'rishingiz mumkin. O'sha Rimning maqoliga monand xalqqa non va tomosha ko'rsatsa, xalq o'zini nimaga dunyoga kelganligini ham unutib yuboradi. Ya'ni ozroq qornini to'ydir, yetadi, ko'p boylik berma. Keyin esa tomoshalar bilan alda degan dasturi bo'lganda Rim imperiyasi. Ana shuni isboti mana shu teatrlar. Bu esa shaharda qoldiqlari, har xil nimalar kunimizgacha yetib kelgan. Bu joylar hozir ochilmagani sababi yaqinda bayramdan keyin katta nima qilib ochishar ekan. Mana bu nimani ham olib boshqa joyga o'tkazib yuborishadi avtovokzalni. Chunki yonida tarixiy uylar, tarixiy masjidlar bor. Mana bu masalan yana qal'a bor, qadimiy antik shahar 2000 yildan oshib ketgan. Shuning uchun bu joyda yaxshi muhofaza qilishadi. Turkiyada eng yoqadigan narsa tarixini ancha hozir yaxshi ahamiyat berishadi, yaxshi ko'rishadi. Tarix chunki kelajakda poydevori, tarixsiz millat yo'q bo'ladi. Shuning uchun bizda ham bunaqa narsalar ko'p bo'lgan. Ammo rus bosqinchilari qirib tashlagan, yo'q qilib, portlatib yuborgan tariximizni bilmasligimiz uchun. Ya'ni kuchli millat bo'lganligimizni unuttirish uchun. Ammo biz buni hech qachon unutmaymiz. Inshaalloh yana bilamiz.